Assalomu alaykum aziz do'stlar, hurmatli yurtdoshlar, hurmatli surpriz matning ashaddiy muxlislari. Sizlar uchun yanada maxsus surpriz matlari. Mana shu xonadoniga tashrif buyurdik. Sababi, hurmatli Mansurjon og'amizning to'g'ri topgan kunlari, tug'ilgan kunlari, 40 yosh yubileylar ekan. Mana shuning uchun kutilmagan sovg'alar surprizlar olib keldik. Kim nomidan? Shaxsan yaqindagina mana shu yurtimizni tark qilgan, o'zga yurtlarga muborak musofirsizlik qilib, rizq nasiba terayotgan eng birinchi oyliklardan mana shu insonning ko'nglini xushnud qilay deya, xuddi otasi o'rnida otasidek ko'rib, mana shunday Mansur og'amizni xushnud qilgan inson. Mansur og'amizga ham xuddi o'z jigari, o'z farzandidek bo'lib qolgan hurmatli Jonlanbek akamiz nomidan kutilmagan holda olib keldik. Kutilmagan sovg'alar surpriz bilan birgalikda nafaqatki mana shu Mansur og'amizga, balki hurmatli Jonlanbekka ona o'rnida onalik qilgan, hattoki onaning bera olmagan mehrini bergan inson, ya'ni hurmatli Darmon opamizga ham kutilmagan sovg'alarimiz, surprizimiz bor. Mansur og'amiz hamda Darmon opamiz kutilmagan sovg'ani, surprizni qanday qabul qiladi, qanday kutib oladi, hamma birgalikda guvohi bo'lsin. Sababki har bir inson ko'klarganch bilan, xalq bilan odamdir, to'g'rimi? Men ko'klarganchim farzandi Maqsudbek sizlar bilan bo'ldik. Aziz do'stlar, hurmatli mehmonlar, yangi didorda, yangi mana shunday eng baxtli onlarda ko'rishguncha salomat bo'ling. Aljola yaşım uzun olsun. Amin. Ayım şöyle gezip toy dep gelik. Amin. Yaxshi kunlarga gelik. Oylarda qatnashib. Sizlarga metroga hamon bo'lasiz. Ulan beri yaşa bo'ynab kulib o'tirib. Layim do'stlar bo'g'ay. Hamma meni toy qiladi. Yaşınız uzun olsun. Amin. 80-90 yaşınızda oturmak nasip etsin. Amin aytganingiz sizlardan bu yil shu yoshlarga o'ylab kulib yetmagan. Do'stlar bo'g'ay. Sizlarning oldingizdan sog'lom qilib o'ynatirmaysiz. Amin aytganingiz. Sog' yurgaysiz sizlar. Mana yaxshi bo'ldi. Kelmay qo'yaqatay. Taqolon to'g'ri bo'lsin. Yaxshi bo'ldi. Xudoning bergan yaxshi narsa. Amin do'stlar, sog' yurgaysiz sizlar. Dayı yaşım uzun olsa da bakarsın değil mi?
Привет, привет, öyle. Cumhurda daha yanındaki olaydı var. O zaman ufaya da bize de o hafta görüp oturasın. Ben ettim böyle şey dedim altına ayağım vermedi orada. Men daimi yine Turg'anga barganda shunday deb baqirib edim. Aytın, o ana yaş ulkanımız. Ana, önce aytım olsun, anam yine saytsın bunu yenesi, olsun güzel. Ben Turg'an'ın kutlu olsun, Kudayım. Şundan keyin alıp aktıkçı, Nesiye bilen birgeden katayıp, böyle veriyor, yaşımızın olsun, kılı oynayıp. Ben şu dolarımdan kutlu olsun, yaşımızın olsun. Nesibe bana kuşaklarsa. Şu organik odaların içinde aman söyleyecekler. Hem biz avuçlukta katlaşkayız. Yaşın uzun olsun. Aklıma dürüst olsun. Çiçeğimden kuşaklar verirsiniz. Sesin kuşaklar sen bir şey yaxşılık olaydı. Başkaman diye sevgilerim biri olaysız olayım. Olsun için. Dönüşlerine fırsatlar diyor. Sen yaşın sesini basın. Akırmandan. Allah'ım rahmetini koruyor. Ben sır, bu köftayım, doğan günü kutlu olsun. Yaşın uzun olsun. Kudayım, koşkanım bilen koşakardayım. Kudayım, Allah'ın silagan yaşın bergey Kudayım. Soy yürgeysen, vakıfta devlet doğaysan. Şu gide hem şarkülüge, yaxşı güller olsun Kudayım. Hemimizden yaxşı güller, dasturxanlarımız yaxşı güllerge yazılgay. Sağlık olay, tuşkallar, hemmesi hemşe olsun. Can sağlıklı vakit koştu. Elimiz, halkımız tinç bulup hemşe ozurcuk devirgeyimiz Kudayım. Ömrüm uzak olsun Allah talam. Eli hemşe soy yürgeysen, külü yürgeysen Kudayım. Çiğcemdeki yer gelip başta uğramaz. Kadar 40 yıl degende roman çıkıyor. 40 yılda Her şey olsun çiçekler, şunda yaxşı günlerde oturayımız. Aydan duyurganlarım, aman soğuk yerim, şulardan birge yaxşı günlerde oturmak nasip etkayım. Al deydi, sağlık olsun deydi. Ben sürü Turgan güllerim kutlu olsun, yaşın uzun olsun. Beybelerin dirgen yaşın yaşa, devletin ziyade olsun, kızkarın mol olsun. Tabi nesibe bilektiğim kardeşim şu cavlandı üylendirip şundan attım, çoğuluk suyup oturmak nasip etsin. Ben şuların vaktine tahtına kovanıp yaşayacağım. Ciğerim tuğan günü kutlu olsun. Kudayım elimden bir şey almasa yürgeyse. Benim bilektiğim kardeş Kudayım. Alkılın diye verip, indiğim 5 toyunda oturmağa nasip etsin. Jolan sürprizim için rahmet. Yaman günümün sınırı oldum. Oldum çıktan ayırmaz. Bu kettin avraya gitmesin. Bir de 40 yaşlardan bir, ya bir 5-6 oğlu ağzımdan bir oğlum bir sanarım versin. Hala bizim ondan su isteyip ki bilimden ırıklayız. Krip, bunda kapıya yine kiresiz. Ne? Şurap. Nereye bir lava kaçak geçer mi? Alias sözün olsundan. Bak, bu olsun. Hemşe şu diyor öyle. O minay tanesi geliyor. Abi batın kullanıp koyuyorsun. İşte çıktı da alıyorsun. Thank you.
Yani bilmem. Ana. Men shamuni berarmi olsun, qizlarmi olsun? Qaysi qizlar ketadi buna? Go'zalga ayt, yesam boshqa to'qalar chiqaman deb o'ylamasin. Yerdan qo'yganlar turib. Tushundingmi? Ha, orada ketdimmi onda? Ona bersi çoğlama. Buraylara ketdi. Mavzat devorda cheklanishlar qo'paraman. Yer bu yer tushundingmi? Surat yaxshi tushyapsizmi? Men turib aytdim, meni to'pardim. Assalomu alaykum aziz do'stlar, hurmatli yurtdoshlar, hurmatli surpriz xizmatining ashaddiy muxlislari. Sizlar uchun yanada maxsus surpriz xizmatlari. Mana shu xonadoniga tashrif buyurdik. Sababki, hurmatli Mansurjon og'amizning tavri topgan kunlari, tug'ilgan kunlari, 40 yosh yubileylar ekan. Mana shuning uchun kutilmagan sovg'alar surprizlar olib keldik. Kim nomidan? Shaxsan yaqindagina mana shu yurtimizni tark qilgan, o'zga yurtlarga muborak musofirchilik qilib, rizq nasiba terayotgan eng birinchi oyliklardan mana shu insonning ko'nglini xushnud qilay deya, xuddi otasi o'rnida otasidek ko'rib, mana shunday Mansur og'amizni xushnud qilgan inson. Mansur og'amizga ham xuddi o'z jigari, o'z farzandidek bo'lib qolgan hurmatli Jonlanbek akamiz nomidan kutilmagan holda olib keldik. Kutilmagan sovg'alar surpriz bilan birgalikda nafaqatki mana shu Mansur og'amizga, balki hurmatli Jonlanbekka ona o'rnida onalik qilgan, hattoki onaning bera olmagan mehrini bergan inson. Ya'ni hurmatli Darmon opamizga ham kutilmagan sovg'alarimiz, surprizimiz bor. Mansur og'amiz hamda Darmon opamiz kutilmagan sovg'ani, surprizni qanday qabul qiladi, qanday kutib oladi, hamma birgalikda guvohi bo'lsin. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Mansur og'amizga bitta qarsak bo'lsin. Mansur og'a, barchangizga assalomu alaykum deymiz. Mana bugun barchangizni hurmatli og'ajonimiz Mansur og'amizning tavbarat kunida, tug'ilgan kunda xush ko'rdik. Mansur og'a, kutilmagan sovg'alarni, surprizlarni kutganmidingiz? Mana shu bolalarni iltimos pastga tushib turib, olib turib. Mansur og'a, kutilmagan sovg'alar, surprizlar kimning nomidan? Bilasizmi? Jolan. Nechun Jolan? Jolandan boshqa odam yo'qmi? Sizni jonim jahon deydigan, qadrlab hurmat qiladigan. Mamajon ayopim bor. Botir jiyanim bor. Endi shu ishni bilsin. Sizningcha qay biridan? Siz uchun mana shu ko'nglingizga eng yaqin olganingiz, sizni ham o'zi eng yaqinidek, jiyaridek ko'radigan inson.
Balam o'rnida javolamoq shunga. Shoshib turamiz. To'xtab turamiz. Opajon, men ruxsat beraman, keyin berasizlar, iltimos. Mansur og'a, kutilmagan sovg'alar, surprizlar, mana shu jopon hamda do'ppilar muborak bo'lsin. O'zingiz taxmin qilganingizdek, hurmatli farzand o'rnida sizga farzanddek bo'lgan. Sizni hattoki otasidek hurmat qilgan. Hurmatli Jalolbek nomidan kutilmagan surprizlar olib keldik. Kutilmagan sovg'alar, surprizlar Mansur og'a muborak bo'lsin. Mana shu Jalolbek nima dedi bilasizmi? Hattoki o'z otam bera olmagan mehrni mana shu Mansur og'a berdilar. Hattoki mana shu inson menga o'z otamdan ham yaqin. Mening yuragimning bir parchasi mana shu Mansur og'amiz dedilar. Agarki yomon yo'lga kirsam, yomon ishlar qilsam meni yaxshilikka undagan. Faqatgina menga yaxshi nasihatlar qilgan. Xuddi o'z o'g'ridek meni parvarish qilgan. Hech narsadan kam qilmasdan yo'qimni bor qilgan. Kamchiligimni to'ldirgani mana shu Mansur og'am dedilar. Mansur og'a, kutilmagan sovg'alar, surprizni mana shu Jalolbek nomidan xuddi o'z o'g'lingizdan qabul qilgandek qabul qilgaysiz. Mansur og'a, kutilmagan sovg'a, surpriz muborak bo'lsin. Mana shu kutilmagan sovg'a, surpriz qatorida ajoyibgina yanada kimlar bor, endi berib qo'yasiz. Mana shu fasirga loyiq topgan ajoyibgina jemperlar, sportivkalar, ko'ylaklar Mansur og'a muborak bo'lsin. Mana shu kutilmagan sovg'alar, surprizlar qatorida ham ajoyibgina sovg'alarimiz, surprizimiz bor. Mana shu yerda Mahkam Madinaning rasmi tushirilgan ajoyibgina sovg'alarimiz, portretlarimiz bor. Qarsak bo'lsin. Yordamchilar bormi? Qo'llardan olasiz. Siz uchun yanada kechamizning eng katta sovg'asi mana shu ajoyibgina 55 ramkali ajoyibgina plazma televizorlari Jalolbek nomidan. Mansur og'a muborak bo'lsin. Yaxshi yangiliklarni ko'rmoqlik Alloh o'zi nasib aylasin. Mansur og'a, hayajonni endi birgalikda bo'lishamiz. Birdaniga millioner bo'lib qolish qanaqa? Yurak ko'tarib. Otajon, bugun siz dunyoning eng baxtli otasi, dunyoning eng millioner otasi bo'ldingiz. Mana shu millioner Mansur akamizga qarsak bo'lsin. Mana shu ajoyibgina surpriz sovg'amiz, yana shirinlik tortimiz. 40 yosh yubileyingiz muborak bo'lsin nomli. Tortlarni ham qabul qilasiz. Darmon opamizni qo'llaridan olasiz. Darmon opa, endi Mansur og'am ikkalangiz bitta o'rin almashib oladi. O'tirmang o'tin. Darmon opa, sizga ham kutilmagan sovg'amiz, surprizimiz bor. Meni yoshlikdan katta qilgan, oq yeb oqtiragan, menga onalik qilgan, bor mehrini mendan ayamagan. Gapirganda ham xuddi o'z o'g'liga gapirganday, farzandim deb meni erkalab suygan, mehrlab bag'riga bosgan. Hattoki
men uchun o'z baxtidan ham voz kechib turmushga chiqmasdan mana shu menga onalik qilgan. Mana shu insonga ming tashakkurlar degan holda Jodonbek, ya'ni ukangiz aslida o'g'lingiz deymiz bugun. Mana shu Jodonbek o'g'lingiz nomidan ajoyibgina sovg'alarimiz, surprizimiz bor. Mana shu Jodonbekcha onamni uzoq bo'lsa ham yaqin qilib tursin deya ajoyibgina uyali aloqa telefonlarni siz uchun sovg'a qildilar. Adashmasam o'zingiz orzu qilgan telefoningiz Redmi Note 12. Muborak bo'lsin. Yaqinlar quchoqlab bag'ringizga bosasiz. Og'asini otasiday, opasini esa onasiday mehr berdi. Albatta oldin mana shu Mansur og'amiz otalik qilgan, Darmon onamiz bo'lsa onalik qilgan. Bugun esa bergan bor mehr muhabbatini mana shu ortig'i bilan Jodonbek ko'rsatyapti. Ila Jodonbekjon qayda bo'lsa ham omon bo'lsin. Hamisha topgan-tutganlari Turkiyada yurib, musofirlikda rizq nasibat yig'ib, qolgan mehnat bilan topgani mana shu insonlarning eng baxtli kunlariga sarf bo'lsin deymiz. Darmon ona, mana shu telefonni olib qolmasangiz men qo'limga juda ham yarashib turibdi. O'zim olib ketib qolmayman. Ochib berasan. Mana shu uyali aloqa telefoni faqatgina korobkasini topshirdim ekan deb hayron bo'lib turman. Ichi ham bor. Hamma narsamiz zo'r. Redmi Note 12 yurtning eng oldi, eng zamonaviy telefonlari. Muborak bo'lsin. Mana millionerlar ko'rdingizmi? Bir-birini quchoqlab tabriklashmoqda. Onajonning telefoni qachon olasiz qo'limdan? Oling. Yo'qdimi? Qaramadingmi? Mansur og'a, Darmon ona. Mana shu Darmon ona. Siz shirin. Faslga loyiq. Mana shu oldimizda qisha, mana shu onajonim sovuq qotib qolmasin deya ajoyibgina kurtkalar ham sizga sovg'a qilibdi. Muborak bo'lsin. Juda ham yarashdi. O'zingizga mos tushdi. Darmon ona, Jodonbekning aytishicha, mana shu Jodonbekjon ota mehriga, ona mehriga tayyormagan. Mana shuning uchun, mana shu Mansur og'amiz otalik qilgan. Siz esa ukajonim begonalar qo'lda qolmasin deya, hattoki o'z baxtingizdan ham voz kechgansiz. Mana shunday kunlargacha Jodonbekni o'zingiz katta qilib parvarish qildingiz. Mehrlab bag'ringizga bosgan ekansiz. Jodonbek nima dedi bilasizmi? Hattoki biz uchun o'z baxtidan voz kechgan Darmon opamiz bizlarning baxtimizga hamisha sog' bo'lsin, omon bo'lsin dedilar. Bundan buyog'iga faqatgina Mansur og'amizning otadek, Darmon onamiz esa onadek
bilamiz, hamda davom qilamiz. Yana mana shu insonlar ota-onalar baxtimizga hamisha sog' bo'lsin, omon bo'lsin dedilar. Mansur opa, Darmon opa, o'g'lingiz Jalolbekjonga aytar so'zlaringiz bormi? Mana meni shunday tug'ilgan kunimda jinoqon og'ang tug'ilganlarim, jigarlarim baringizga Alloh yarqasin. Balam yaşın uzun olsun senin hem men yaşlarıma yetip de ırışkanın eldinde olup maşgalama aman sağlık, can sağlıkta, başamalıkta paylanmak, dolanmak nasip etsin. Yaşın uzun olsun hemmez için Allah yarkasın. Yetken hizmetlerin Kudayım üylenip ola çağıranlarına eretini görüp gözün adam kayıt bakın. Yaş günlerinde. Rahmet sağ olun. Sağ olun ciğerlerim. Ona o'rniday bo'lgan. Hurmatli Darmon opa, o'g'lingiz Jalolbekjonga bir og'iz shirin so'zlar bilan tashakkur aytib qo'ying. Eng avvalo Darmon opa, onajonsi Jalolbekni sog'indingizmi? Og'zingizda nimangiz bor? Tomog'ingiz to'lib ketdimi? Sağolun, bo'lma baloga onasi. Mana shu ota-onalarning farzand sog'inchi uchun davomiy xirsi bo'lsin. Jalolbek bolam, sağ ol, etken hizmetlerim Xudodan qolsin. Niyek arzularim bo'lsa, ro'yobga chiqsin. Kular yuzing so'lmasin. To'proq olsang oltin bo'lsin, rizqing putin bo'lsin. Ama şu ağaylar to'g'ri arasına kelgaysan, ko'ksekin changman, o'xsham bilan. Jigarlarim hammangizga sog' bo'linglar. Baxtimni hammangiz oldimda yurgaysizlar. Ey yomon bo'laringiz shunday bo'lsin. Mansur og'a, siz oxirida birgina iltimosimiz bor. Shu kungacha Jalolbekjonga otalik qildingiz, sizni onalik qildingiz. Endi Jalolbekjon uzoq yurtdan musofirchilikda rizq nasibat kelyapti. Endi qayda bo'lsa ham omon bo'lsin. Mingdan ming shukrlar bo'lsin. Mana shu Jalolbekjonga ota o'rnida bitta ota bo'lgan holda bitta iliq duolar ham qilib qo'ying. Farzandga otaning duosi qanday bo'ladi? Hammaga bitta ko'rsating. Balam başın eldinde olsun, devletin yetmagay, baktın qaytmagay. Ama sonra bu çekimi çekilen, yerin arasında arlaşıp, cigerlerin arasında senem şiti vermek, memnun bana okşap, şiti kadirli olmak hem men seni yesereyim. Ben anlatırmak necip. Ota duosi aslında ota büyük ota baridir. Ota razı, Xudo razı deydilar. Otaning bir, onaning esa barcha qilgan tilaklari Allohga yetib borguvchi deydi. Xudo xohlasa Jalolbekjon dunyoning eng baxtiyor insonlardan biri bo'ladi. Sababki otaning ham onaning ham ko'nglini topdi. Mana shu daraja Allohning eng suygan insonlardan biri bo'ldi. Yaqinlari, jigarlari, kattalardan boshlaymiz, chiroyli tilaklar, orzu-niyatlar bildiramiz. Kimlar bor? Mansur og'a, sizdan yechib qo'yishingiz ham mumkin. Uy isi. Marhamat. Yaşın uzun olsun, devletin malı, devletin onunla ziyade olsun, nasip yönettiğin katayım. Calan ki, pelin alıp, aklık suyup oturmak nasip etkay. Maydandaklar sağ aman ki, şunday tuğlar beraber, ağan tuğan kandaşlar, her nesi sağ olay. Şunday tuğla cinalar Kudayım. Şu yaxşı niyetlerine yaşamızdayım. Amin, amin. Rahmet sağ olun. Kelamiz. Ketma-ketlikda katta-kichik o'zlaringiz birga holda qatorlash, tizilishib turing. Mansur to'lg'an kuning qutlug' bo'lsin. Yoshi uzun bo'lsin. Nasiba bilan teng qardoshlaysan, Xudoyim. Shu Jalolbek bolangni uylantirib, shundan ortiq chovliq, yovliq ko'rib o'tirmak nasib etsin. Hamisha ular yuzing so'lmasin. Naning putin bo'lsin, rizqing mo'l bo'lsin, davlating hamisha oldingda yursin. Xatarlaringdan kam bo'lmag'aysan.
Olsun. Uzak yaş versin, Allah'ın sıylanan yaşım bergey. Şu hemmemizin atamızda sorumlu geçen kadar kıymatlı kaynatamızın ornundasam oluydu. Kudayım hemşe şunun devletli bergey, şunun kudayım vaxtına, hemmemizin vaxtımızda taxtımızda aman yürgesem, namım tutum olsun, dasturxanım dolu olsun. Elimiz, halkımız hemme azgınçılıkta şunday cigerlerimiz bilen hemşe sağlıkta yürümek müyesser etsin. Atabek Ukay'ın namından tebrikliyim, uzak yaş versin Kudayım. Yaşandım olsun Kudayım. Kudayım birden yaşın yaşar. Elimizde soruyor hocam Kudayım. Bağışlı olaysın. Ahmet Doğan'ın sadaka şu derece yaşında ıslah yetiştiğim kişinin hürmetliğinde Kudayım nesi etsin hemmezsen. Buyursun. Tapkala sonra hem şakında o sözlükte koymaya kardeşim görmek geçelim. Atam yaşınız yılmasın. Kaç mı dedik? Ben oynadım ha! Ben oynadım! Ben çıkarım yaşım uzun var. Allah'ım vergen yaşır yaşarsan, tuturuz hemşe sağ vergeysen. Vergen padarklar nasip etken kadar. Al jora yaşamız uyum olsun. Kudayım şunu gorulunu yaşın yaşa. Şöyle bize toy dip gelik, yaxşı günlere gelik. Bana padarklarımız nasip etsin, toylar bekleyin, tozdurma. Hem de toy dip varayım, toylar olsun. Toylarım var. 60 yaşım olsun, yaşardım. Joralarım. Joralarım. Bugün endi odam ko'p. Hamma charchoq, ha? Ertaga mana shu Mansur og'amizning xonadoniga yana bir bor tashrif buyurasizlar. Mana shu katta 55 ekranli televizorda futbol ko'rasiz, xo'pmi? Qani keling. Mansur, to'lg'an kun qutlug' bo'lg'ay. Nasibam qachon aylaysan. Shu ertaga to'ylarimiz bilan shu deyapsan. Nasib etgaysan, boshqalarga bergaysan. Nilüferki. Ben tomatılar olsun Kudayım. Şöyle gezip toyduk geldik. Çoğalar bana hemen sağ kesin sağ yolda. Toylarına gelip oturayız. Şöyle gezip toyduk geldik. Mansur Ukay'ın batıratını. Hem oğlum Cavlan namıdan sana uzak ömür bak saadet dileyim. Kudayım şu kanadanımızda hemşe yolbaşı vergeysen. Atamız ornuna atamız. Kudayım buna Cavlan Ukay'ın tebriklep telefon etti tuttu. Kudayım şuların elinde hemşe sağ yürgeysen. Küler yüzün solmasın. Şu kırnak turgan Cavlan balın hemşe elinde sağ yürgey. Ukay'ını tebriklep Ömerbay Rüstem Reber, ber, hemmesi tebrikler uzak yaştılar. Kudayım şu atamday ol, değerlerin ziyade olsun bundan. Televizyon soğulmasın. Cavlan balan hep toylarda oturup nasip et gel Kudayım. Ben sürekli yaşımız uzun olsun, nesil bilen tüm kalpten ve akamdan ekametinden aytıyorum. Tebrikliyim. O'zingiz aytmasmidingiz? Aka tuğan günüsünden elimizde sağ aman yürgeysiz, baxtımızda aman oynayıp, kürüp oynayıp yürgeysiz. Sıraka tuğan günüsünden yaşansız olsun. Cemşit tamam tebrikler ama sonra elimizde kürüp yürgeysiz. Kelamiz. Darmon opasi qaror keltirma. Mayli deb kelavering. Tabriklab qo'yasiz.
Opajon, keling tabriklab qo'ying. Kelasiz. Qani yaqinlari. Davom etamiz. Hammangiz keling. Hamma tabriklab bo'ldimi? Qani qizlar? Keling. Masraka, yaşasız yılmasın, çiçeğimden qatnaş. Ögəysizlər Xudoyim. Aka, yaşasız yılmasın, çiçeğimden qatnaş. Uloqbek shoh gapirdingizmi? Kelab qolsani qo'yamiz, keling. Darmon opamizga ham sovg'alarim bor aytmasin deng, kelamiz. Masraka, yaşansız olmasın, çiçeğimden hemşe temkatayı bilgeysiz Xudoyim. Hemşe elinizde sağ olun, altın başınız aman olsun. Qani kelamiz. Masraka tug'an kunimiz bilan qutlug' bo'lsin. Masraka tug'an kunimiz bilan 100 yoshga kirgaysiz, Nazirjon bilan teng qatnang. Sizlardan yetirildi. Dayo tug'an kunimiz bilan uzoq yashang. Amin. Sizlardan yetirildi. Jamila teng qatnaysiz, davlatimiz aqlgay. Halat ham xabarlarimiz tashkilgay. O'ynab Qani kelamiz. Bormi boshqa? Hamma gapirdingizmi? Gapirdik. Hamma gapirib qolgan bo'lsa. Akajon, eshik yonida qorong'i bo'lib turaverasizmi? Kelaman. Aldayın yaşta olan kutu olsun. Bana böyle olmaya aşkı. Çevresinden diye kartayıp. Daim suyunu sırası olmaya gitmeden. 90-100 yaşında da oturgaysın. Hamma gapirib bo'lgan bo'lsa, Mansur og'amizning baxtli kunida, shu qatorda Darmon onamizning baxtli kunida davramizni yana mansabli raqsga tushamiz. Opajonlar, akajonlar, sizlar uchun Mansurbek Ahmedov tashrif buyurgan ajoyibgina kameralarda bo'lsa, Shodbek akamiz sizlar uchun qani ketsin. he? Opajonlar, akajonlar, kelamizmi? Davranida jo'sh o'ynaymiz edi. Marhamat.
yaşa, Allah uzak yaşa, Allah canlımsız, yaşamsız, bağımsız ey, zormsuz ey, Allah canlımsız, yaşamsız, vişne taşa, uzak yaşa, Allah. Havası, ezel kadim havası, herkesin yetken, oynak kuyuyor yanası, canlara titrar salar, kayrakının sadası, bütün dünyadan alır, makamı suası, ağla göz oyna sana, gel yanıma durma sana, ağla göz oyna sana, gel sen durma sana. Bülbüle oynamağın adam yumur başladı serek serek parmaklarını şarkına titrek gitti yüre bakası yok gülerine herkese oynaş gerek ağla yüz oyna sana gel yanıma durma sana ağla yüz oyna sana gel sen durma sana. Gel yanıma durma sana, ağla yüz oyna sana, gel sen durma sana. Oynamağın adam yok, ayak kollar başıcı saz üstüne pervazı, ayak çapı yaşatır hemen sazlı içinde, lezgi gözü başkaça hemen sazlı içinde, lezgi gözü başkaça ağla yüz oyna sana, gel yanıma durma sana ağla yüz oyna sana, gel sen durma sana ağla yüz oyna sana, gel yanıma durma sana ağla yüz oyna sana, gel sen durma sana. Kalk yazıp sağ kuş, oyna gelir bulan kuş.
Kaldırıcılar yok mu? Endi hammangizni nimaga taklif qilamiz? Mana shu zalimizning oynasida Jononbekjon uyada aloqa telefonda ijtimoiy tarmoqlar bilan qarab o'tiribdi. Mikrofonni o'sha tomonga olib boramiz. Jononbekjondan chiroyli kelgan treklar eshitamiz. Kırıp oturma. Ayolma turgan. Al. Jononbekjon Mansur dadangizga hurmatli kutilmagan sovg'alar syurprizlar qildingiz. Mana shu insonlarning juda ham ko'ndan turdingiz. Sizga tashakkurlar, rahmatlar aytishdi. Endi o'z o'rningizda mana shu opajoningizni, Mansur og'angizni bitta tabriklab qo'ying. Alloh Mansur abi. Darman apa? Gözünün baktığını benim baktığımda gözünün baktığına geçiyor. Bu bir keyif adam, bir adam tuğla. Tuğla. Öyle kalıyor. Benim tüm tuğla.
Onlardan böyle gerçek. İyilik tercih vereceğim az. Böyle gerçek iyilik tercih vereceğim az. Şu turan adam gözüne baktığında geçti benim baktığım için. Beni şaka getirme benim bağım vardı. Resmen sağolun verdiğin terbiyeniz için. Memnunum resmen. O da tanrı, emek içeride. Çerçeveden vakıf yok mu? Çerçeveden vakıf. Hakan içeride miydi? Acaba. Zor. Gap olsun mümkün emas. Javlan. Bana tengdaşta olmadıktı o. Oynamağa tengdaşta olmadıktı o sende. Bana da olayım. Ha? Mama kayıp dedi. Ağana ko'rsatib turibdi, ağana. Ağana ko'rsatib o'tir. Ağasini ko'rsatib turibdi, ağasini. Buna kichkina qo'yaman. Qatib. Endi boshladim. Yaxshi, sog' bo'l bolam. Aman sog' ovulga kelaysan. Botirga deb söyletib ber, botirga. Qiyindatmi? Mening bolam. Katta bolam. Botir. Yaxshi. Mikrofon tutun. Ağam bilan gaplashindi. Az Batırgan bilan gaplashik olsun, telefon etamiz. Gaplashamiz 1 minut. Bo'ladi, Sabir. Anam bir to's aytsin. Jalolbekjon, bemalol siz bilan tongacha gaplashardik-ku, ammo sizga yozmaslar. Mana shunga hurmatli Botirjon bolam. Bolam Turkiyadami? Bolam Turkda. Botirjondan chiroyli tilaklarini orzu-niyatlarga eshitamiz. Botirjon, tabriklar qo'yamiz. Aleyküm assalom. Sevgili Jolan. Amin. Yaxshi Batir, yana birov kelib turibdi telefonni. Telefonda yana birov kelib turibdi, o'chirtdi, tabriklamaga. Nazira. Endi mana shu yerda yanada Turkiyadan Nazira opamiz ham tabriklamoqda. Eshitamiz. Mansurjon og'amiz bilan qo'shib, Darmon opamizni ham tabriklab qo'ying. Gaplarda ne gaplaydi? Qatvat qilib. Gapla. Soqov qilma. Yaxshi, sog' yurgaysizlar.
Mansur og'a, yana bir bora xabar etgan istiqbolga kirishib boringiz. Yonimizga keling. Barchangizni mana shu Mansur og'amizning xabar kunida, tug'ilgan kunda o'yin kulgilarini endi ozgina to'xtatamiz-da, navbatni bo'lsa kechamizning taomlariga beramiz. Barchangizni Mansur og'amizning halol qo'llari bilan yozgan ochiq dasturxoniga taklif qilamiz. Kechamizning taomlari bilan barchangizga nozimatdan baham ko'rib, ochiq chaqirib qolamiz. Mansur og'a, keyin esa nozimatdan birgalikda baham ko'rib, kechamizning taomlarini ham yeb, qorni g'amini to'ydirib olgan inson navbatni ochiqki qo'shiqqa beramiz, ishonib tortib bilan kesamiz. Bugun Xudo xolasa tonggacha kechamizni davom ettiramiz. Hammangiz kechamizning taomlariga boramiz.